Ta'xir qiling, eshikni hozirla ochay. Cho'pcho'g'li bo'lib ketibsiz-ku, Salma. To'niyamayli qopdiman. Men Salma emas, siz kim bo'lasiz? Men Shahdod bo'laman. Bu so'yimlik eshigim. Has. Sal ta'xir qilib turing. Sarayga eshigingizni elib kirsangiz bo'lmaydi. Neymiş ki bo'lmoqdak? Qarang, eshigim kirsam bo'ladi deyotdi. Shundaqmi? Qadrligim has. Neymiş bu? Qazning uyiga eshak kirsa qanday bo'ladi? Bu men tag'a, Shahdod. Voy, jiyanim Shahdodmi sen? U meni to'rishtirib hangrayotdi tag'a. Uni qo'tonga opirib qo'ying vadida. Uning o'rni shu. Ha? Jiyanlarini mushundaq kutib olamdilar tag'a. Meni qo'tonga opirib etamdilar. Men eshakni da'vataman. Uni uyga qandaqmi ep kirsan, Shahdod? Man qarsala tag'a. Dadam sizga tog' hasili avatgan. Bu tatliq turimlar bo'lsa, Salmani. Nima barang cho'ring bu? Bu yerga eshak qandaq kirib qoldi? Men tog'amning o'g'li Shahdod bo'laman, Salma. Bu g'alit kishi kimdi? Uni tunimaydi ekanman, begim. U gumonliqdek turdi. Yenimga ep kelinglar. Voy, sen to'xta. Nima bo'ldi? Hilal, uni obdan tekshirgin. Meni nemishqa tekshirmoqchisizlar? Yenidan bir pichoq chiqdi, Pashab begim. Sizlar xato tushunib qolmanglar. Men buning bilan tovus qo'g'in tiliman. Nima? Bozorda qo'g'inliq bormikan? Yo'q, yezida. Bu gapingni Qazikalanning oldiga borganda ondin degin. Qazikalan hazratlari mening tog'am bo'ladi. Sarang bo'ldingmi, Hilal? Sen yaxshi odamni tutib nima qilmoqchi eding? O pichoq bilan qo'g'in tovus tilidigan tursa, mehmonni tog'isining uyiga opirib qo'ygin. Qazikalanga uning o'zining jigani ekanligini aytib qo'ygin. Nima bo'ldi, Salma? Shahdodning qilg'iniga chidab tura olmayapman, ota. Uning tog'ingizning o'g'li ekanligini unutib qolmang. U bizga mehmonni yaxshi kutish kerak. Buni bilaman, ota. Uning qilg'ini bakla chekdan eshib ketdi. Texi mening atarimni eshakka cho'chiman deb elib oldi. Men nima deyishimni bilmayapman. Biroq kuchimizning yetishicha sabr toqat qilib turaylik, qizim. Ishkinglar cho'qim meni gapimni qilyapsizlar, shundaqmi? Sen nima degan chechan? Ana meni doim bolalar ichidagi eng aqlli deydi. Tog'amning ayoli buningga qandaqmi chidagandu? Sabr toqat qiling, Salma. Nima deymiz endi? Men uni ketkizishga tirishaman. Va'dada hamma menga sizning Salmaga uxlashdan ilgari hikoya aytib berdiganligingizni aytdi. Salma, siz hech cho'ng bo'lmabsiz-da, shundaqmi, ha? Uning gapini anglaganlar, ota. Endi uningga nima desam bo'la? Bo'ldi, hech nima deyman. Amaliyotda men qizimga ibrat va foydali vaz nasihatlarni bilsin deb hikoya so'zlab bergan edim. Bugun men uningga balo qazoga savr qilishning ahamiyati to'g'riliq hikoya so'zlab beraman. Men hozir uningga bek ehtiyojli. Allohning payg'ambari Ayyub Alloh ko'p ne'mat ato qilgan boy kishi bo'lib, u Allohning ne'matiga ko'p shukr qiladi ekan. Ayoli Rahimamo erining yaxshi ishlariga hamdam bo'ladi ekan. Samir o'g'lim, buni eling. Vah, bu dasturxon to'limi mo'lg'u apa. Yaxshilikni ko'p qilgan afzal o'g'lim. Dadangizga ozroq bir narsa yeyizing. Siz obdan bilasiz apa. Atam mehmonga tamoq bermay turib, o'zi hargiz tamoq yemaydi. Sizlar Sapa xonimni ayollarning dasturxoniga chaqirdingizmi? Siz obdan bilsiz asila. Allohning payg'ambar Ayyubning ishiga hammalarga ochiq. Biroq Sahba boy ayol. Uning xayri saxovatga ehtiyoji yo'q. Uning ustiga u bexil, hasadxo'r ayol tursa, men sizga nasihat qilay, boshqalarning aybini ko'chilamang. Allohning zikri bilan bo'ling. Kasila tag'a. Assalomu alaykum bola. Va alaykum assalom. Tag'a bir hojatlar bormi?
Bu mundaq iş. Qursug'um içib qoldi. Men bu shaharda oshsirilig'i tamoq beradigan payg'ambarni anglagan edim. Anlığanları to'g'ri. Biroq biz ziyofatdan hozir beka bo'lgan edik. Alloh xolisa, at kelgan bo'lsa bo'ptikan. Ha. Shundaqmi? Rahmat sizga bolam. Tahir qilib tursizlar tag'a. O'g'lim undaq demoqchi emas. Samir berib eng cho'ng qo'chqardan birini so'yib, bu aziz mehmonga ziyofat tayyorlagan. Avar bo'lmasala. Ahdigicha tahir qilsammi bo'ladi? Allohning payg'ambari Ayyub sizning so'zlarini anglab, yig'lab turib, mening uyimni qo'rsqash mehmon turuqliq to'q yurgunimning nimasi dedi va meni sizlarni tutib qolishga buyurdi. O shuncha ko'p mol-mulk va ekin zarg'a ega bo'lgan turuqliq mendek bir oqsoqolga ko'ngil bo'libdi. Igdarchilik Alloh xosdir tag'a. Biz faqat Allohning qul dediklarimiz. Men bilan yursizlar. Allohning payg'ambari Ayyub shaxsan sizlarning xizmatlarida bo'lmoqchi bo'lyotdi. Nima uchun Ayyub alayhissalomning tunugungi ziyofatiga daxil bo'lmadilar, ha? Tunugim butun bir kun tijorat ishlari bilan aldirash bo'lib qolgan edim. Gapimga quloq solsalar, bugungi ziyofatni qo'ldan bermisizlar, chunki bu ziyofatda o'xshagan taomlar intayin ko'p. Hech tushunalmadim. Ayyub nemishqa barliq mulkini kishilarning kiyim-kechki, yemak-ichmak uchun sarf qiladigan-do. O shunda qilib Allohga yaqinlashmoqchi. Sizlar shundaq o'ylayapsizlar, Salih? Albatta shundaq. Bo'lmasa u nima uchun barliq mol-mulkini chiqim qiladi, ha? Sizlar kim bo'ladilar? Men ajamlar diyardan kelgan Saudigar. Ayyub payg'ambar to'g'risida bizga bundaq gap qilmisizlar. Bo'ladi. Buni eng yaxshisi o'zimni bilib qolay. Gaplarni anglashqa bak qiziqtiryaptilar. Menimcha Ayyub Allohga itoat qilganligini ko'z qilyapti. U qilgan ishida samimiy emas. Bu to'liq xalit gap bo'ldi-ku hamda, ha? Qandaqsiga? Bizga aniqroq tushundirsizlar. Boy odamga kishilarning maqtishiga sazovar bo'lishi uchun ozg'ina mol-mulkni xarajat qilishi hech qancha gap emas. Navoda Ayyub kambag'al bo'lgan bo'lsa-da, uning qandaqligini bilib qolgan bo'ladinglar. Bek charchab ketdilar Rahima. O'ltirib azroq aram elib olsizlar. Xizmatinglarda bo'lsa menga rohat to'yildi ekan. Qani bahozir elanglar. Sharpingizdan ko'rinib turgan bu o'rimi chashlar. Nima degan chiroyli Rahima? Allohga shukr. Qani taomga beqin. Sahba. Bu ziyofatga bu taomlar yetadi emasmi? Nima degan ko'p taomlar bu, ha? To'g'ri, Ayyubning mali bak ko'pkan, hech tugmayotdi. Alloh uning meliga barkat bersin. U to'limi yaxshi, solih kishi ekan. Buni qandoq biladilar, oqsoqol? Uning sehi va kamqulligini ko'mayyotamsiz. U boy bo'lg'ach shundoq qilyotdi. Navoda u kambag'al bo'lgan bo'lsa, uning yaxshiligi va sehiligini ko'rmagan bo'ladi-to'q. Sizlarga kunda osh tomoq berayotgan, o'z qo'li bilan xizmatinglarni qilayotgan bu kishi haqida bundoq gaplarni qilguchi bo'lmanglar. Men sizni hamma yerdan izladim. Bu yerda yig'lab o'ltiribsiz-ku, o'g'lim. Yig'lamadim, ko'zimga bir narsa kirib ketgan o'xshaydi. Alkish degan faqat Allohdan qo'rqib yosh to'kishi. Haq gapni qilish kerak, o'g'lim. Qani ayting, nimaga buncha azoblanyapsiz? Men bugun kishilarning dadam Ayyub alayhissalomning ustidan gap to'qiyotganligini angladim. Ular bizga mehmon bo'lg'achqa gap so'zlarga radiya beramadi. Men ayollarning shunday gaplarni qilayotganligini angladim. Otangizning Rabbiga bo'lgan ixlos haqida chaqilayotganligini demoqchimi? Ha, men ulardan shunday angladim. Ularning quruq gaplarining nima ahamiyati bo'lsin, Allohning uni payg'ambar qilib tanlaganligi uning yaxshi kishi ekanligining dalili emasmi? Ana gaplarini anglab ko'nglim aram tepib qoldi. Men bu ish orqali dadamni bearam qilmoqchi bo'lganligimda xijil bo'lyapman. Navoda bu gaplarni dadamga degan bo'lsam g'aybat bo'ladi ekan-da. Gapingiz to'g'ri, bolam. Alloh bizga Ayyub payg'ambarga hamroh bo'lishdan iborat katta ne'mat ato qildi. Uningga yaxshi qarash simimizdagi eng chong mas'uliyat. Alloh payg'ambari Ayyubni savri imtihon bilan sinamoqchi bo'pti. İmtihanning tunji savoli boshlanibdi.
Voy, o't ketdi. Ayyubning ekinzorligiga o't ketdi. O't ketdi xaloyiq. O'tni o'chirib beringlar-chi. Bizni salomat qilg'aysan, Rabbim. Ularga qanday yordam beramiz, Sahba? Özümüzni o'tqa tashlamdik. Ha, to'g'ri dedilar. Ayyubning ekinzorliklari ko'yib kesimi kari bo'lmayotidi. U mol-mulklarni qutqizish uchun texnik namozida turmayotidi. Bu to'limi eg'ir afat bo'ldi. Ayyubning mol-mulki butunlay tugashdi. Mana endi uning din-diyonatining qanday ekanligiga hukm qila oladigan bo'ldik. Vaqt, pat arada mening gapimning rostligini isbotlaydi. Diqqat qilsizlar, o't tutishib ketmasin yana. Manga o't tutishib ketishidan ansirmay, mol-mulk ko'yib ketgan Ayyubdan ansiranglar. O'zingizni xatarga bundaq urmasligingiz kerak edi, o'g'lim. O mening ekinzorligim tursa, Balki u Allohning zimini, o'g'lim. Bo'lgan ish Allohning qazosi. undaqda ekinzorlikning kuyib ketishiga qarab turganim to'g'ri ekanda? Mol-mulkni qo'g'dishingiz albatta zo'r, o'g'lim. Biroq dunyoga uncha hersman bo'lib ketmang, o'g'lim. Hammasi Allohning ilkida. Tushundim ana. Men qarindoshlarim bilan o'tning qoldiqlarini tozalab, yangi boshdan ekinzorlikni gullantiraman. Alloh sizni o'z panoyida saqlab ishingizga barakat bersin. Atam yaxshi turib-atamdi. Allohga shukr. Uning chiroyidan Allohning hukmiga rozi bo'lganlik alomatlari chiqib turibdi. Sizmi otangizdan o'ynib qayg'urmay yuring. Ekinzorlikning kuyib ketganiga to'limi qayg'uryapman. Mu'min faqat gunoh o'tkazsa yoki Allohning haqqini ado qilamiz qayg'uradi. Dunyo insonga boqvanda emas. Bundaq tun kechida nega barla havran? Allohning payg'ambari Ayyubning qishig'i berib, uningga tasalli beraymikin deyman. Tasalli berman devatamdilar. Nemishqa amdi? Bu yaxshi kishi mol-mulkidan ayrilib qoldi. Uning 10 necha bolasi bor. Ekinzorlikni qaytadan gullantirib, yana ko'p mol-mulkka erishdi. Bu to'limi ig'ir musibat bo'pti. Ha. Ayyub payg'ambarning 10 bolasi qandaqsiga bir kunda o'lib qolgandi. Kishilarning aytishicha, ularni chaqmoq so'qib o'ltirib qo'yibdimish. Anglashimcha, ularga vabo kesil tegib o'lib qopti. Tilingizni yig'ing, Rahima kelyotdi. Sabr qilsalar, Rahima. Boshlariga ig'ir musibat kelganligidan xabar topdik. Ko'z yosh to'kidi. Qalb qayg'uradi. Shundaqdimi Alloh rozi bo'ldigan so'zni aytishimiz kerak. Omonat egisi qaytdi. Allohga shukr. O haqiqatan toqatli kishi ekan. Kimning gapini qilyotdilar, Avran? Allohning payg'ambari Ayyubning gapini qilyapman. U 10 bolasini o'z qo'li bilan dafn qilgan to'rug'liq, yana hech ish bo'lmagandek ibodati bilan mashg'ul bo'layotdi. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب صدق الله العظيم. Bu haqiqatan eg'ir sinoq ekan. Eg'ir sinoqlar buning bilan oxirlashgani yo'q. Ayyub payg'ambarning beshiga uningdanmi ko'p sinoqlar keldimi? Albatta shundoq qizim. Voy. Nima ovoz bu? Jiyanlari Shahdudning xo'rak ovozi. Ay, o'rningdan tura. Bo'ldi, uxlaydigan vaqtim bo'lib qopti. Uyqu, Shahdud. Uyqu, Shahdud. Voy, nima degan qo'rqinch ovoz bu? Darhol qo'tonga tikib etay. To'limi qaltis ish qilding, Shahdud. Ha, Shahdud. Qaltis. Has. Eshak.
الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى